Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Bugun sizlarga afg'onlarning elita rangdagi o'ta ham sivitli bo'lgan sog'liqlarimizni olib kelganmiz akalar. Videodan uzoqlashmay like bosib tursangiz akalar, inshaalloh bular ma'lumotlarni to'liq beramiz. Akalar, bugun 15-chi yana o'zimiz xonadonimizda video syomkalar boryapti akalar. Xudo xolasa bugun bularning ma'lumotini to'liq beramiz akalar. Birinchiday qo'yimimizga keladigan bo'lsak, bularni ham bo'ylarini o'lchaymiz, yoshlarini ko'rsatamiz akalar. Kimga qaysi qo'y kerak bo'lsa, screenshot qilib tashlayverasizlar akalar. Mana shu birinchiday qo'yimimiz. Qo'ling qo'ying. Yerdan 96-97 akalar. Buni qulog'ini ham o'lchab ko'rsatib hozir. Quloqlari ham juda katta ekan janob. Haqiqiy seleksiya qilaman degan odamni qo'y akalar bular. Mana kalsiyga qo'y. 22-21 plus. Tishini ham ichib bu. Tishda 4 tishdan endi 6 tish chiqazib etgan, unaqa dumbalari ham aqib ketgan, unaqalik qo'ymas. Mana. Tikka dumba ham, uzunligi ham juda ham uzun akalar. Bu birinchisi. Mana ikkinchi qo'yimizga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi qo'yimizga ham yaxshilab e'tibor beringlar. O'tda ham ideal holatda qo'yimiz. Bunga ham metr qo'yamiz. Janavar. Juda polvon. Akalar 90 plus yolayerini turmayapti janavar. 90 plus yolayerini garbonozlari, orqa razrezlari ham o'ta tikkasdan kalla garbonozlarga e'tibor bering. Tishini ichib bu. Qilish 4 tani yangi chiqazyapti akalar. Juda polvon qo'y. Bu ikkovini qo'yarali bitta qo'yib energiyalarni ko'rsatali mana. Janavorlar. Hadi. Mana yaxshilab e'tibor bering akalar qo'ylarga. Eng elita variantiga, eng zo'rini olaman deganlarga mana ekan. Bu ikkitasi, birinchi, ikkinchisi. Endi 3-chi, 4-chisini ko'rsatamiz. Ina akalar bular ma'lumotga keladigan bo'lsak, bular 2,5 oylik naqd bo'g'oz deb berishdi. Yana qo'chqaringlar bo'lsa qaratib beringlar. Bizda juda katta gigant afg'on qo'chqor bor. Qaratdik, lekin qaramadi akalar. Mana 2 kun, 3 kundan beri postoyan ichida yuribdi. Bashta bir hafta ham bo'lib qolish kerak. Keyingilarga mana ekan. Bunga ham yaxshilab e'tibor beringlar. Buni bolasi bor ekan, bolasini to'g'risi gap. Apple'ishda egalari. Mana janavar juda ham polvon holatda turibdi bu ham. Tishlarni ochib qo'ying. Mana janavar yangi 4 tishga chiqqan. Metrga hina qo'ppariga 92-93 mana. Yerdan to'g'ri bo'lish o'lchayapti akalar. Tishlari 6 tish. Endi buni ham ko'rsatib qo'ying tishini. Bu 2 tishdan endi 4 tishga o'tyapti. Dumbalarni ko'rsatib qo'ying. Buni ham dumbalari oqmagan. Mana dumbalari ham o'ta tikka, o'ta ajoyibdan akalar. Bularning ma'lumotini to'liq berdik akalar, imkon baricha. Bular bitta qo'yib ham ko'rsatali. Bular eng past 90. Akalar, yoshlari 2 tishdan 6 tishgacha akalar. Mana ekan. Yaxshilab e'tibor berib qo'ysizlar qo'ylar. Haqiqiy afg'onni elitasini olaman deganlarga tashab qo'ysizlar akalar. Bular narxiga keladigan bo'lsa, bir joyga $1350 dan O'zbekiston bo'ylab dastlabkisi tekin. Lekin mana bitta o'zini olaman deganlarga akalar buni $1800 ga ham bermaganman. Bir joyga olaman deganlarga. Pastdan akalar 1000, bir joyga bo'lsa 1350 dan bir joy ketaveradi akalar. Bunda keyinga ham uni shiriylari ham bor. Gigant qo'ylarimiz ham bor. O'tgan safar chiqazgan qo'ylarimiz ham bitta amaki o'zlari olib qo'ydilar. Yaxshi qo'ylar olib kelganmiz akalar. Videoni qisqa qilaman akalar. 1350 dan O'zbekiston bo'ylab dastlabki tekin holatda yetkazamiz. Videodan uzoqlashmay tursani, buni shiriylari ham bor, arashan sog'liqlarimiz ham bor, ikkizachi qo'ylarimiz ham bor. Bu afg'on qo'chqori ham ravi ko'rsatib bular ichida yurganini, uni ham ko'rsatib beramiz hozir. Juda ham katta afg'on qo'chqori ichida yuribdi. Mana kassalari baquvvat, o'ta zo'ri. Akalar, mana shular ichida yuribdi inshaalloh. Yana bir qo'chqaringlar bo'lsa, qanaqa qo'chqaringlar bo'lsa qarab olsana yaxshi bo'ladi. Ular qochmaydigan muammoli qo'ylar emas akalar. Mana dumbalar tikka. Kimga qaysilisi yoqqan bo'lsa, telefonda gaplashaveramiz akalar. Videodan uzoqlashmay turinglar. Ikkinchi partiyamizga haqiqiy deqonnikida kelganmiz akalar. Birinchi partiya o'zimizning qo'ylarimiz. Ikkinchi partiyaga mana shu Deqon akamizni qo'ylarini syomkasi berdi. Akalar, o'zimizga qo'yib qo'yganlar satishi. Buni ma'lumotiga keladigan bo'lsak, buni ma'lumot 90 plus minusga olaverasizlar.
Hop, haqiqiy liniyasi bor. Oldin o'zimiz berganmiz. Mana quloq tashlashlariga e'tibor berasizlar akalar. Tishlama chip bo'lgan. Tishlari hali qo'zichoq bo'lsa kerak. Mana hali qo'zichoq. Hop, bu birinchi qo'yinimiz, ikkinchi partiyadagi qo'yinimiz. Bu ikkinchisi. Bunisi yangi yarish boshlagan, ha? Bunisi yangi yarish boshlagan. O'tda dumbalar o'ta ideal holatda, mana bellari tekis, o'zi ham mashq ko'prik o'shqab turar ekan janavar. Mana ekan. Bu ikkinchi qo'yinimiz. Bu uchinchidagi qo'yinimiz akalar. O 5 dona qo'chqonlari bor, 2 ta qorasi bor, ulus vashshi boshqacha akalar, uni ham ko'rsatib o'tamiz. O mana ikkinchi partiya qo'yib atayin akalar. O buni ham bo'lar 90 plyus, buniki ham 90 plyus. Bular narxini kelishtirilgan narxda akani o'zlari bilan gaplashib, yengilroq qilib qo'yganmiz akalar. Hozir bularning narxini ham aytib o'tib ketamiz. Tishlarni bitta bularni ham ochib qo'ying. Bunisi yangi ikki tishga chiqyapti mana ekan. Bunisi ham yangi ikki tishga chiqyapti. O'zimiz ko'rdik, bu bola ocha olmadi. Akalar, bular narxiga keladigan bo'lsak, bu birinchida qo'y akalar, endi dehqonlar uchun $700 O'zbekiston bo'ylab yetkazamiz dedilar. Dumba razrezlariga e'tibor beringlar, chopni kengligiga. Prosta o'tda me'yori baqilgan akalar. Avgustlarga barib, chiroyli qo'yini bo'lsa, bitta qo'ssani akalar, inshaalloh baraka topasizlar. Mana quloq joylashlariga ham yaxshilab e'tibor berib qo'yasizlar, gassalarga ham. O mana ikkinchidagi qo'yinimizni ham akalar, mana qarang, $700 ga buni ham beraman deyishyapti. Oldi korpuslari o'ta boshqacha ekan mana ekan janavar. Tikka korpus ham mana. Buni ham $700 ga beraman deyishdi. Narxlarni akalar, aytilgan narxlar muhim emas akalar. Endi mana janavar o'ta go'shtga polvon ekan. Bu ham 90 plyus. Juda polvon ekan bu janavarni. Yangi chiqyapti. Buni aka hamma narsaga ketaveradigan qo'y ekan bu. Buni $650 ga kelishamiz akalar. Aytilgan narxlar muhim emas. Atayin uzoq aytdim. Kimga qaysi qo'y yoqqan bo'lsa, shashilib aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi qo'yimiz, ikkinchi qo'yimiz, uchinchi qo'yimiz, ikkita qora qo'yimiz bor. Ularni ham yengil holatda qo'yib beramiz akalar. Haqiqiy dehqon uydamiz. Mana 4-qo'chqarimizga e'tibor berasizlar. Quloq 22 lik Lorenzoni o'zi ekan janavar. Mana ekan. Qorani zurgish qozlari mana dumba razrezlar ham o'ta boshqacha ekan. Chizib qo'ygan ekan janavar. Mana tozaligini qarani. Quloq 21 mi qora bola? Bilmadim. O'zing yoshqagan qoragan ham qo'yam. Mana akalar, quloqlari 21, qo'zi bo'ylar 85 plus minusga olaverasizlar akalar. Bu 4-dagi qo'chqarimiz. Buni narxini siraza aytib o'tib ketaman akalar. Bu ham $700 ga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin holatda yetkazib beramiz akalar. Shashilib aloqaga chiqaverasizlar mana. Yaxshilab e'tibor berib qo'ying qo'ying. Quloqlariga qarang, mashalloh mana. Qorani ishqozlari shashilib aloqaga chiqaverasizlar $700 ga. Zo'rini olaman deganlar. Mana bu qo'chqorimizga ham yaxshilab e'tibor beringlar. Dumba tikka, bellari ham tekis, yoshlari qo'zi o'ta ideal holatda qo'yimiz. Buni narxi akalar, buni $600 ga beramiz. Bu 5-chi dehqon akamizning oxirgi qo'ylar akalar. Kimga shunaqa zo'rlari kerak bo'lsa, shashilib aloqaga chiqaverasizlar. Mana qo'chqorga addini baho berib qo'yasizlar omalagan akalar. Qiziqmagan odamni ham qiziqtirib qo'yaman degan ekan. Mashalloh. Oldilarni ham ko'rstingchi. Oldi korpuslari ham o'ta yana ekan mana. Janavar. Necha pulga beramiz endi? O'tadigan yeri bormi? Bora? Akalar shashil aloqaga chiqaverasizlar. Keyingi partiyaga o'zimizni qo'ylarimiz ham. Keyingi partiyamizga, 3-partiyamizga qo'ylarni vapshi mana dahshat sog'liqlar mana akalar. Haqiqiy seleksiya qilaman degan akalarga dumba razrezlar ham o'ta tikka, o'ta polvonidan akalar mana. Yaxshilab e'tibor berib qo'yasizlar. Buni ham buyiga shunday metr qo'yib qo'yamiz akalar mana. Yungi yo'q akalar. Mana 90. Mashalloh. Shuni ham aytib qo'y. Qo'ylar akalar kichkina qo'ylar emas. Mana 6 tishga yangi 4 tish to'lg'izibdi. Undan keyingisiga mana ekan. Bunga ham yaxshilab e'tibor berasizlar akalar. Buni ko'rgan odam 4 tish, 6 tish desa kerak. Lekin janavar hali qo'zchoq mana. Mashalloh. Haqiqiy liniyasi bor, zo'rini boqaman deganlar, dumba razrezlar ham tikka. Mana bo'larni ham bitta qo'yib ko'raylik. U tren turmaydi janavar. Imkon barcha qo'yaver 87-86 ekan akalar. Asli 80, pash 90 ga yaqin qo'yimiz u. 85 plus minusga olaverasizlar. O'ta tikka razrezlar ham kam dumba. Kallalarga e'tibor berib qo'yasizlar to'shlariga. Mana akalar, bularni ham narxini tez-tez aytib o'tib ketamiz akalar. Bu qo'yimizni $1000 ga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin holatda qilib beramiz akalar.
Bu qo'yimizni 700 dollarga O'zbekiston bo'ylab dastlabki tekin holatda beramiz akalar. Unaqa 10 million, 15 million emas. Xudo xolasa kim olsa seleksiya qilib olishaveradi akalar. Videodan zo'rlashma turinglar, bundan keyin bundan ham zo'rlari bor. Akalar, haqiqiy mana gibrid, arashan gibrid qo'y so'raganlarga arashanni haqiqiy polvon. Tishlar nechib qo'ying? Tishlari 4 tish akalar. Afg'on bilan chatishgan qo'yimiz, gibrid qo'y. Taglari naqd lo'ppillab turibdi janovar. Bel yo'g'onligiga e'tibor berib qo'yasizlar. Bunga metr qo'yamiz akalar. Bo'lar 90 pilsga olaverasizlar akalar. Juda ham katta qo'y akalar. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Juda ham polvon. Mani bola ham kichkina bola emas, shuni endi mashinada polvon turibdi akalar. Akalar buni ham ma'lumotini uzoq cho'zmaymiz. Bo'lar 90 pils minusga olaverasizlar. Yoshlar 4 quloqlar 19 pils. Katta narsa janovar. Biz tulashga kelib qolgan. Mana. Buni akalar unaqa baland so'mmatmaymiz. 1000 dollarga O'zbekiston bo'ylab dastlabki tekin holatda yetkazamiz. 3 oylikdan o'tgan pash 4 oylik atrofida bo'g'oz qo'yamiz. Mana. Inshaalloh deb bezlar. Bitta yetalab bo'lgan. Mana yaxshilab e'tibor beringlar, o'zi qorinlamasizlar. Juda ham holati zo'r akalar. Bu yoqqa ham bitta yetalab qo'ying. Bu polvonni ham polvon akalar mana ekan. Qo'y azilakam qo'ymas. Akalar shashila aloqaga chiqaverasizlar. Bundan keyingi ham mana shunaqa sog' qo'chqorlarimiz bor akalar. Mana qo'chqorga yaxshilab e'tibor beringlar. Buni haqiqiy liniyasi bor, o'zim bilaman akalar bu qo'yi. O'zimiz qo'ylarimizga ham ichida yurgan bu qo'y. Qo'chqor. Quloqni, quloq 20 plus akalar, bo'yi 90 plus. Dumbalar o'ta tikka. Mana liniyasi tayin, choplar keng, bel to'rtburchak. Oldi to'shlari ham juda yo'g'on. Juda ideal holatda qo'chqarimiz akalar. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqarsizlar akalar, 1000 dollarga O'zbekiston bo'ylab yetkazamiz. Bu qo'chqarimiz ham xuddi shunaqa, bo'yi 95, garbonotlarga yaxshilab e'tibor berasizlar akalar. Quvib olgan qo'chqor juda ham polvon qo'chqor akalar mana ekan. Ishlashlariga gap bo'lishi mumkin emas. Mana. Akalar, juda ham chiroyli, o'ta ideal holatda qo'chqarimiz. Akalar, buni ham 1000 dollarga O'zbekiston bo'ylab dastlabki tekin holatda yetkazamiz. Ishlashlari zo'r. Chiroyli 10 ta qo'yim bor degan odam tot. Chiroyli qo'yni bo'lsa qochirib chiroyli qilib yuradi. Tot oladi. Qo'chqor qiynaydi. Tot. Mana akalar, dumma razrez hamma yoqi zo'r. Sog'lomligiga vobshe zo'r akalar. Razrez ham dakansa razrez. Ikkalasini ham ishlashlari zo'r. Juda ham polvon. 1000 dollardan O'zbekiston bo'ylab dastlabki tekin holatda yetkazamiz akalar. Shashilib aloqaga chiqaverasizlar. Kelar oxirgi partiyamizga qo'chqorlarni o'tda ham boshqachalari, bir rivojdan kallalariga, quloqlariga, yungilariga e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Dumba razrezlariga, belli yo'g'on uzunliklariga ham e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Quloqlarni, bo'ylarini hammasini o'lchab ko'rsatamiz. Birinchi mana qo'ylarimiz ko'rsatib akalar. Bu qo'chqorimiz o'tgan partiyamizda chiqqan. Bitta akamlar bilan ozgina savdo bo'lib, ozgina kelisha olmay qoldi akalar keyin. Buni qulog'i 21 bo'lgan, bu salkam 90. Tish qo'zichish, kallasini buribmi? Kalla garbonozlari o'ta boshqacha. O'ta ideal holatda qo'yamiz. Buni narxini telefonda gaplashamiz akalar. O'ta liniyali, o'ta toza qo'chqaramiz. Mana. Buni qo'yib bering. Bu ham o'sha partiyaning shiriga qo'yib bering. Mana bo'larni metrlab ko'rsatali quloqlarni. Bu birinchi qo'chqarimiz bo'lib qoladi. Birinchi tanishtirganmiz, telefonda gaplashamiz uning narxini. Mana qo'chqarimizga ham yaxshilab e'tibor beringlar, quloq shirinalariga akalar. Quloq shirinalari 21 ekan. Bu ham shuna qutbu kassalar juda baquvvat. Tik dumba. Nimaga turmas ekan, metrga turmas ekan janovar. 80 pilsga olaverar ekansizlar akalar. Bu dumba razrezlarini ham ko'rsatib. Dumba razrezlari ham tikka, prosto boqadigan. Buni narxi akalar 800 dollarga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bu ikkinchi qo'chqarimiz bo'ladi, qo'yib. Mana uchinchi qo'chqarimiz. Mana buni ham yaxshilab ko'rib qo'yasizlar garbonozlariga, quloqlariga 20. Tushunaychi bu? O'ta ideal holatda qo'yamiz. Bo'lar 90 plus minus. Yangi yarish boshlagan akalar. Ishlashlari va shiklass akalar. Qo'yga yaxshilab baho berib qo'yasizlar akalar mana. Bu qo'chqarimiz akalar O'zbekiston bo'ylab dastlabki tekin holatda 1200 dollarga O'zbekiston bo'ylab yetkazamiz akalar mana. Janavar qo'yga
qarab turmaydigan holatdagi qo'yimiz ekan akalar. Bu qo'chqarimiz ham dumbarazlar tikka, bo'ylar 90 plus, yoshlari qo'zi. Buni $800 O'zbekiston bo'ylab yetkazamiz. Mana akalar. Endi eng erkatoq qo'chqarimizga navbat keldi akalar. Mashalloh deb qo'ysizlar. Mana qo'chqorni kassalari, qorinlari, kalla temalariga qarang, kallalari ham o'ta boshqacha janavar. Quloqlari, quloq joylashlari juda erkatoq qo'chqor ekan bu. Akalar, dumbalarga ham e'tibor beringlar. Buni qulog'i 20, bo'yi 90. Buyini shuni metr tashab qo'ymashinga. Xo'p, tishini ochib qo'ying. Tishi akalar hali guruch. Mashalloh. Bo'yiga metr tashab qulog'ini shuni o'lchab qo'y. Faktni bo'lsin. Asli-ku qo'yi-ku bo'yi 90 plus akalar. Men 90 dedim. Qulog'i ham bitta metr qo'yib qo'y. Quloq joylashlari ham o'ta boshqacha janavar mana ekan. Quloq 20 plus olaverasizlar akalar. Buni narxi akalar $800 bu ham dastlabki tekin holatda yetkazamiz. Endi oxirisida akalar o'zimizga taqib turgan qo'chqarimiz o'ta boshqacha. Inshaalloh mana qo'chqor. Buni quloqlarini o'lchash ham shart emas, 22 akalar. Mana quloq joylashlari, quloq tashashlari ham o'ta boshqacha janavar. Mana kassalari ham, oldi ko'rinishlari ham, yaylov durgan akalar, qirg'iz ochiqligida o'tgan bu qo'yimiz. Uzunligi ham juda uzun. Bu oxirgi qo'yimiz akalar. Buni ham $800 ga akalar bugun bonus narxda qo'yardim. Bozordan ham topa olmaslar bunaqa holatda. Quloqlarga e'tibor bering akalar. Mashalloh. Mana ekan. Bilemalarigacha turgan akalar. Hop. Dumbalari ham chiroyli. Hamma yoq ideal holatda qo'yimiz akalar. Shashilib aloqaga chiqaverasizlar. Bu qo'chqarimiz ham, u qo'chqarimiz ham hamma qo'chqor atilgan narxlar muhim emas. Kelishtirib beramiz akalar. Endi akalar bitta yoqqa keladigan bo'lsak, bugun sizlarga puli yengil ikizachi qo'ylarimiz bor akalar. Shularni ko'rsatib o'tsak, mana shu qo'yimizni, bolalarni ko'rsatayni. Ikkita bolasi bor. Bitta bolasi mana. Vobshe berib qo'ygan bolani. Mana o'zi janavar xarob, qirg'iz qo'y, bezdan ozgina to'xtalib qo'ygan qo'yimiz. Bitta bolasini ko'rsatib berishni ham yaxshilab e'tibor beringlar qo'zilarga. Biri qo'chqor, biri sog'liq mana ekan. Mana janavar haqiqiy zotligini qiladi akalar. Bu yerda bu bitta ikizachi. Hop. 3 ta ikizachi qo'yimiz bor akalar. 3 ta ikizachi. 2 ta ikizachini narxi akalar mana bittasi mana 2 ta ikizachi. Bittasi sog'liq, bittasi qo'chqor buni ham. Narxi 10 million so'mdan akalar. Enasi bittasini 2 tish, mana shu 2 tish. Mana shu 4 tish akalar. Shashli aloqaga chiqaverasizlar. Mana ikizachi bor, 2 ta bolasi qo'chqor. $1000 ga O'zbekiston bo'ylab yetkazamiz akalar. Mana yerda gigant sog'liqlarimiz bor, ko'rsat. Mana. Bularni akalar atdeni video qilib chiqazmoqchimiz. Bularni bolasi sog'liq, 90 plusli kashtanni zo'r ishqozlar. Energiya ping. Buni bolasi o'ta ideal. Eni olaman deganlarga yaxshi eni olalarimiz bor akalar. Qanaqa qo'y istasani, mana shu ham sog'liq qo'y. Enasi vobshe klass qo'y. Sog'liq. Buni 10 million beramiz akalar. Bu mana ekan, buni bolasi mana bola. Arashanni qorasi bo'lmadi deganlarga mana ekan. Fakt akalar. O'zim ham qora arashanga chiqaman, o'zim ham qorasidan boqaman akalar. Bu ikkovini akalar bir joyga $1100 dan O'zbekiston bo'ylab dastlabki tekin holatda yetkazamiz. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa ming bor uzr. Kimga qanaqa qo'y yoqqan bo'lsa telefonda kam kusini gaplashaveramiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Mana e'tibor berib qo'yinglar qo'chqorga. Mana. Xudo xolasa kimga yoqqan bo'lsa shashilib aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar.